Assalomu alaykum hurmatli yurtdoshlar, hurmatli obunachilar, Daromad TV kanali obunachilari hammalarga tinchlik, sog'lik, hamisha omad tilab qolamiz. Bugungi manzilimiz, bugungi uy joyimiz xudo xolasa mana sotuvga qo'yildi. Manzilimiz Toshkent viloyati Nurafshon shahri. Toshkent viloyati Nurafshon shahri Navro'z mahalla fuqarolar yig'ini Saylgoh ko'chasi 42-A uyimiz. Mana kadastr hujjatlari 3 sotikli mana shu to'g'rida uy joyimiz sotuvga qo'yildi. Ko'chalarni ko'rayotgan bo'lsanglar, ko'chalar to'liq asfalt, mana Jiloy mahalla. Buzilish, qurilish, snosi hech nimaga tushmagan. Toshkent viloyati Nurafshon shahrining sentrida turibmiz. Mana katta yo'ldan ko'ryapsizlar, 300 metr uzoqlikdamiz, xudo xolasa. Mana shu 3 sotikli tayyor uy joyimiz yevro remontlari bilan, mebel texnika hamma holati bilan srochno sotilyapti. Ichkariga kirib, chiroyli qilib obzorlarni qilib beramiz. Mana ko'chalar, atroflarni to'liq ko'rishingiz mumkin. Hamma holat zo'r, kirasiz, maza qilib yashaysiz, xudo xolasa. Bismillahirrohmanirrohim. Mana xonadon. Qaranglar, mana bunaqa chiroyli qilib, navesli qilib ishlangan. Darvoza xonalar mana bunaqa qilib chiroyli qilib yopilgan. Hamma holati zo'r inshaalloh nasib qilsa. Gaz, suv, svet, internet kommunikatsiya tizimlari o'tgan. Bog'cha, maktab, magazin, supermarket hamma narsa yaqin. Nurafshon Citydan 2 kilometr uzoqlikda turibmiz, xudo xolasa. Gaz va sho'tchiklar hammasi o'rnatilgan. Xonadon ideal holatda, mebel, texnika hamma narsa qoladi, xudo xolasa. Mana kadastr hujjati. Kadastr hujjati xudo xolasa notariusga tayyor. O'zingizlarning nomingizga shunda oldi sotdi qolasizlar, muammo bo'lmaydi. Ichimlik suvi, toza vodoprovod suvi hovlida ham bor, hamda xonadonga ham kirgan. Mana hamma shart-sharoiti zo'r, xudo xolasa. Bu yoqda mana tashqarining hojatxonasi hamda mana bu kladovka. Bu yoqda uy joyda ichida hamma narsa o'zi bilan. Yuvinish xonasi, sanuzel, hojatxona hammasi ichkarida, hammasi ideal holatda. Plus qo'riqlash tizimlarigacha o'rnatilgan xonadonga. Turgan joyimizdan Qo'yliq bozorigacha 20 kilometr uzoqlikda turibmiz. Food Citygacha 16 kilometr. Bismillahirrohmanirrohim. Xonadonga kiraverish. Mana shitlari hammasi o'rnatilgan. Juda ham go'zal holatda xonadon. Koridor mana. Koridor bo'ylab xona-xonalarga hammasi bo'lingan. Bu yog'imizda mana oshxonaga issiq suv, sovuq suv hammasi kirgan. Mana filtrlari o'rnatilgan, ko'ringlar. Juda ham zo'r holatda. Qo'riqlash tizimlari, отопление sistemasi hammasi o'tgan mana. Juda ham go'zal holatda. Xudo xolasa kirasizlar, maza qilib yashaysizlar. Vodiy, voha taraflardan xudo xolasa reklamalar bo'ladigan bo'lsa, endi aloqaga chiqaverasizlar. Toshkent viloyati, Toshkent shahri, Vodiy, vohadan aloqaga chiqsanglar, kim uy joyini sotmoqchi bo'lsa, bemalol Temir Karvon hamda Daromad TV kanallariga reklamaga qo'yib boriladi, xudo xolasa. Pastda ekranda uy joy xonadon egalarining raqamlari, tepadagi raqamlar o'zimizni raqamlarimiz. Aloqaga chiqsanglar, xizmatinglarda Temir Karvon hamda Daromad TV adminlari bo'ladi, xudo xolasa. Xonalarni ko'ryapsizlar, hamma mebel texnika zo'r holatda. Hammasi ideal. Oxirida bu yoqda sanuzel hamda hojatxona. Bu yoqqa endi kirmadik, sababi ichkarida odam bor edi. Bu yoqlarni mana hammasini olib ko'rsataveramiz. Отопление sistemasi ko'ryapsizlar, hammasi paravoylar qilingan. Uy-joy hamma xonalarda konditsioner bor, televizorlar bor, remontlari hammasi zo'r holatda. Xonadonimiz ko'rib chiqdinglar, hammasi ideal holatda. Boshlang'ich narxi 49,000 AQSh dollari so'ralyapti. Yana o'tadigan, kelishadigan joyi bor. 3 sotik tayyor uy joy 49,000 dollar. Yana kelishadigan, o'tadigan joy bor. Bemalol kelib, savdoni qilib, gazini bosib yuboradigan joy, Alloh nasib qilsa.
$49,000 so'ragani bilan bari aytganiga sotmaydi. Kelib, savdosini qilib, baraka qilsanglar bo'ladi. Paket dokument notariusga tayyor. Mana bu yoqda qo'riqlash tizimlari ko'ryapsizlar, ko'chalar, hovli hammasi ideal holatda mana. Bu yoqda mana yana bitta ko'rsatib o'tib ketaman. Zal hammasi zo'r holatda. Gap yo'q, inshaalloh. Olgani odam baraka topsin, buyursin Xudo xolasa. Xullas ko'rdinglar, like, podpiska esdan chiqmasin. Inshaalloh sizlarga buyursin, nasib qilsin. Shunaqa xonadon, uy-joy olaman deb yurgan ko'p opa-singillarimizga jo'natib qo'yinglar. Alloh nasib qilsa, Xudo xolasa baraka topasizlar, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.